Dana White shokda. Jake Paul Habibning ukasini UFC'dan tortib olyapti. PFL chempioni bo'lgan 28 yoshli Usman so'nggi jangini o'tkazib erkin agentga aylanadi. Habibning aytishicha, uning ukasi UFC'dan tashqaridagi eng kuchli jangchi va uning qayerga o'tishi 1 oy ichida hal bo'ladi. Hamma uni akasi Habib va Islom Makhachev singari UFC'da ko'rishni xohlaydi. UFC prezidenti Dana White ham uni o'z ligasiga olishga tayyor, lekin bitta katta muammo bor. Bu pul. Usmon yashirib o'tirmadi. U tarixda qolishdan ko'ra ko'proq pul ishlashni tanlashini ochiq aytdi. Ma'lumki, UFC o'z daromadining atigi 20% ni jangchilarga beradi. PFL esa Jake Paulning promosheni bilan birlashdi. Jake Paul Usmonga har bir nokaut uchun mashina va'da qilmoqda. Usmon esa unga javoban sizlar Denani pul to'lamaydi deb doim tanqid qilasizlar. Endi o'zingiz qancha to'lashingizni ko'ramiz deb shart qo'ydi. Eng qizig'i shundaki, Usmonga qaysi tashkilot ko'proq pul bersa, u o'sha yerga ketadi. Aytgancha, kutilayotgan Islom Makhachevning jangini jonli efirda ko'rishni xohlasangiz, hoziroq profildagi silkaga bosib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. U yerda eng so'nggi yangiliklar va eng dahshatli janglarni jonli efirda uzatib boramiz.